Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilar. Yine bir sara kirişachi ustalardan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Kimga shunday kirisha xizmatlari kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarni qoldirib ketamiz. Bemalol telefon urishlaringiz mumkin. Bu ustalar marsat deysizmi, pol patolog hamma narsa qilar ekanlar, molyarka deysizmi. Bemalol shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarni qoldirib ketamiz. Telefon urishlaringiz mumkin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya bo'lib qo'yamiz. Bir like bosib ko'raveramiz do'stlar. Hadi bo'lmasa ketdik, bir yandan gösteririz. Bismillah. Yine şöyle polni şipirini kirişasını almastırganlar ve azbeyizini alt taşıp lis vurganlar kaytadan simat etip strapil güveclerinden almastırganlar lis kakkallar ustalar. Yani birini açıp katta darvaza koyamız dediler. Yani, bu da hazır üstünden hem çıkıp bir kadar göstermek sizlere. Yine üstüne hem çıkıp aldık. Bir an böyle tamamlama arayan iki allama konvert oldu. Devalını kesip eminde yağmur düşmesi için baş kısır bir bakırla bir vazgeçme falan. Yine kulak havası en üstüne çıktık. En üst alayışını yapıp divalını kesip gizip bari hatırla. Yani dostlar, kime şunday hizmetler gerekirse bemalol ekranda nömerlerini kaldırıp ketamiz. Bu ustalarni ellerinden kirisha bo'yicha deysizmi, molyarka bo'yicha deysizmi, hamma ish ekan qo'llaridan. Bemalol ekranda nömerlarga telefon urishlaringiz mumkin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya bo'lib qo'yamiz do'stlar. Bir like bos, esdan chiqmasin. Keyingi videomuzda sog' salomat bo'lib qoling deymiz.